Biz oygandokmu? Abdori doktor Məmtimin. Vətəndəki lager məsələsi o'tirg'i chiqqandan keyin mayli da'voning xalqaralashda bo'lsin yoki da'voga qiziqadiganlarning sonida bo'lsin ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Da'vo sepiga nurg'un yoshlar qaytildi. Burun siyosatga aralashmayman deganlar endilikda siyosatchi bo'ldi. Burun ovoz chiqarmaganlar endilikda ovoz chiqaradigan bo'ldi. Burun namoyish va har xil faoliyatlar bo'lsa, yaqin kelmaydiganlar. Hozir namoyish va har xil faoliyatlarga aktiv qatnashadigan bo'ldi. Tashkilotlar ko'paydi. Ko'p sonda kishilar undidarni tashlab WhatsAppga yo'tkaldi. Facebook qatorliq ijtimoiy taratqular burunqidek yegan ichganni va o'yin tomoshalarni tashviq qiladigan so'rindan vatan da'vosi ilib boradigan, vatan haqidagi uchurlarni o'rtoqlashadigan so'ringa aylangandan boshqa, yana boshqalarning aybini ochadigan, boshqalarning shaxsiyatiga tajovuz qiladigan va ko'z qarshi farqli bo'lgan insonlarni avtonomiyachi, xoin, jasus deb haqoratlaydigan so'ringa aylandi. Ba'zilar lager masalasi o'tirg'i chiqqandan keyin xalqimiz yuksak darajada o'yg'andi, ittifoqlashdi deyishidi. Biroq men kuzatgan ahvollarga asoslanganda u yuksak darajada uyg'onish bo'lmasdan, balki ko'pincha kishilarga nisbatan hangning qishig'i kelib qilib, mangdigan yo'li yo'q. Hangga tushib ketishdan qutulishning ko'yida bo'lish. Hangga tushib ketmay, u yerdan saq ketalaydigan chig'ir yo'ldan birini tepishga majbur bo'lishdir. Albatta men bundaq deyish orqali haqiqiy o'yg'ongan bir qism kishilarni inkor qilmoqchi va boshqalarning ro'yiga so'g'uq suv sepmoqchi emasman. Men faqat o'zim ko'rayotgan realligimizga asosan bu jihatda o'z ko'z qarashlarimni o'tirg'i qo'yib, har qaysinglar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Shunga o'yg'ongan do'stlarning so'zimni o'ziga olmasligini, texi o'yg'onmagan do'stlarning obdan o'ylashib beqishini umid qilaman. Norvegiyalik dangliq operachi va shoir Henrik Ibsen mundaq degan ekan: biz haqiqiy o'yg'ongan vaqtimizda faqat yashab baxmaganligimizni bayqaymiz. Bizda kasalni yoshirsang o'lim oshkora deydigan ot so'zi bor. Biz ijobiy tashviqotni ko'paytib, xalqimizni umidlantirishga ehtiyojliq. Shuning bilan bir vaqtda o'zimizni aldab, ko'nglimizni quruq xo'sh qilishdan saqlanishimiz kerak. Agar badanimizda kasal bo'lsa, o'zimizga vaqtida to'g'ri diagnoz qo'yib, hayotimizga tahdid elib keladigan ba'zi kasalliklarni vaqtida davolab saqaytishimiz va texmo ig'ir oqibatning kelib chiqishidan saqlanishimiz lozim. Undaqda biz zodi o'yg'andikmi yoki faqatli chiqish yo'li tepishga majburlandikmi? Ularning orasida qanday farq bor? Agar biz o'yg'ongan bo'lsak, qanchalik o'yg'ondik? Agar biz o'yg'onmagan bo'lsak, qanday qilib o'yg'onishimiz kerak? Men bu savollarga javob berishdan ilgari o'yg'onishning ma'nosining nima ekanligi to'g'risida ozroq to'xtalib o'taman. O'yg'onish degan so'zning tövendikidek bir necha xil ma'nosi bor. O'yg'onish oldi bilan uyqu holatdan o'yg'oq holatga kelish demakdir. O'yg'onish demak insonlarning hushsiz holatidan
normal holatga kelishi demakdir. Uyg'onish demak, insonlarning xiyoliy dunyoda yashashdan, g'aflatlikdan, hamoqatlikdan reallikqa qaytish demakdir. Uyg'onish demak, Allah bergan aql farosatni ishlatib, atrofni yolg'iz ko'z bilan emas, balki aql farosat bilan kuzatib, masalaning mohiyatini to'nib yetish demakdir. Uyg'onish demak, masalani tubdan hal qilish uchun aql ishlatish, izdinish va uninglik uchun harakat qilish va tirishchanlik ko'rsatish demakdir. Uyg'onish deganlik hargizmo fursatparastlik qilib, aplab-saplab ko'z bo'yamchilik qilish deganlik emas. Amerikalik dangliq yozuvchi, ommaviy nutq so'zlagichi va an'anaviy tibobatni tashabbus qilg'ichi Deepak Chopra mundaq degan ekan. Uyg'onish sening kim ekanligingni o'zgartish bo'lmasdan, balki sana tava bo'lmagan narsani tashlab o'tishdir. Demak, biz uyg'onish uchun o'zimizni boshqa birsiga o'zgartishimizning, cho'qim tashkilotlarning boshlig'i bo'lishimizning hojati yo'q. Biz faqat o'zimizdagi bexastalikni, bexudlikni, g'aflatlikni va ro'yi qulluqni tashlab, aql farosatimizni ishqa selib, odamdek yashashga tirishsak, o'zimizning o'tashga tegishli bo'lgan insoniy burchimizni ado qilsak yetarlik. Uyg'onish bo'lsa, aktiv bir jarayon bo'lib, uningdan paydo bo'lgan harakat tahdidning ojizlashishi bilan to'xtab qolmaydi. Tahdidning qayta sodir bo'lishining oldini olish va masalani uzil-kesil hal qilish yo'lida izchil davom qiladi. Chiqish yo'li tepishga majbur bo'lish deganimiz ko'pincha ahvolda passiv bir jarayon bo'lib, uningdan paydo bo'lgan harakat tahdidning pastlashiga agishib, ojizlashidi va izchil davom qilmaydi. Agar biz tariximizdan bak yiroqlab ketmay, yaqinqi 20-30 yillik ahvolimizga nazar soladigan bo'lsak, bu 20-30 yillik tariximizda nurg'unlagan bostirish va qirg'inchiliklarning yuz berganligini, har qatimliq bostirish va qirg'inchilikda biz hongning yeniga kelib qilib, mangdigan yo'l yo'q, chorsiz qolganda harakatga kelganligimizni, o'limdan qutulish uchun ozroq yo'l topganda bo'shab qolganligimizni, natijada xalqimizning ahvolida yaxshilanish bo'lmay, aksicha texmo nacharlish bo'lganligini ko'rib olaymiz. Esimda qilishicha 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi yuz berganda da'voda burunqiga nisbatan zo'r ilgirlash bo'lgan edi. U chog'da garchi g'arb davlatlaridagi nopusimiz hozirgidek ko'p bo'lmasa-mu, namoyishlarga shundoq ko'p odam qatnashgan edi. Oramizdagi chechilang'uliq, bo'linish va ziddiyatlar hozirgidek undoq ig'ir emas edi. Uningdan keyin vatandagi ahvolda ozroq o'zgarish bo'ldi. Natijada nurg'un insonlar da'vodan o'zini tortdi. Lager masalasi o'tirg'i chiqqandan keyin da'vo lager masalasini markaz qilgan holda yana bir qatim qaytadan kuchlandi. Ma'lum nuqtadan elib aytganda da'vo lager masalasiga bak bog'linib qoldi. Bundaq bir ahvol ostida agar lager taqalsa, chet eldagi bir qism, hatto ko'p qism qarindoshlarning da'vodan o'zini tatmaydiganligiga kim kapolatlik qila oladi? 2018-yil 12-oydan 2019-yil 1-oygacha men
tor orqali elib borgan ray sinashqa qatnashquchilar ichida 56% odam oilasida kam deganda bir odamning lagerda ekanligini, 15% odam oilasida bir necha odamning lagerda ekanligini, ya'ni jami 71% odam oilasida bir yoki bir necha odamning lagerda ekanligini bildirgan. Undan boshqa 24% odam oilasidagilarning ahvolidan xabarsiz ekanligini bildirgan. Faqat 4% odam oilasida lagerga solanganlarning yo'qligini bildirgan. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, O'rta Osiyo va O'rta Sharqdagi davlatlardan boshqa Turkiyani o'z ichiga olgan demokratik davlatlarda kam deganda 50 mingdan 100 ming oraliqida Uyg'ur bor. Biroq afsus, hozir chet elda elib berilayotgan har xil faoliyatlarga qatnashayotgan yoki qo'lidan kelishicha tirishchanlik ko'rsatayotganlarning soni yuqorqi sonning 10%iga, ya'ni 5 mingdan 10 mingga yetmaydi. Vatanda millionlarcha insonlar lagerlarda azob chekmoqda. Bizning an'anaviy urf-odatlarimiz va diniy e'tiqodimiz vayron qilinmoqda. Til yezqimiz cheklanmoqda. Kitoblarimiz kuydirilmoqda. Madaniy yodgorliklarimiz va masjid jomilarimiz chiqitilmoqda. Balalarimiz ota-onasi hayot turib, yetim bola qatorida kommunizm ideyasi bilan tarbiyalanmoqda. Qizlarimiz majburiy uylantirilmoqda. Erkin dunyoda yashayotgan xalqimiz-chu, xuddi Xitoy hukumati vatanda lagerga solanganlarni ideyasida masala bor, oz sondagi kishilar deb ta'riflaganiga o'xshash, vatan sirtida harakatga kelganlarmi oz sondagi bir qism kishilar bilan cheklanib qelyotidi. Chet eldagi 90% qarindoshlarimiz xuddi vatanda yuz berayotgan ahvollarning o'zimiz bilan hech munosabati yo'qdek, yanala g'aflatda turmoqdamiz, sukut qilmoqdamiz. Ba'zilarimiz vaqtimiz va energiyalarimizni No'ruz o'tkazish halolmi harommi, ayollarning hijoblanishi kerakmi yo'qmi degandek vatan davosi bilan ko'p aloqasi bo'lmagan ishlarni talash tortish qilishga sarf qilmoqdamiz. Yana ba'zilarimiz bo'lsa, uyda yeydigan narsa yo'q. Avval yeydigan narsani hal qilishning o'rniga polo yeymizmi yoki lag'manmi deb talash tortish qilganga o'xshash, vaqtimizni va energiyalarimizni mavjudligimizni saqlab qolish uchun o'rtaq harakat qilishning o'rniga har xil yo'qlang ishlarni talash tortish qilib vaqt isrof qilmoqdamiz. Ittifoqlashib bir niyat, bir maqsadda cheklik kuchimizni birlashtirib, uni da'vo yo'lida eng yuqori darajada joriy qildirishning o'rniga ko'z qarashda farq bo'lganlarni avtonomiyachi, jasus, xoin deb inkor qilib, o'zaro ittifoqlikni buzyapmiz. Da'voga to'salg'i bo'lyapmiz. O'zimizni mustaqilchi atab, boshqalarni avtonomiyachi deb ayblayotganlar mustaqillik uchun eg'izdagi so'zdan boshqa alohida farqli bir harakat elib berib, o'zlarimizni isbotlaganimiz yo'q. Bundaq bir ahvol ostida biz uyg'ondiq deyalamizmi? Javob hammalarga ma'lum.
chet eldagi xalqimizning ahvolining bundaq bo'lishining sabablari har xil bo'lishi mumkin. Men bu jihatda burun yozgan maqolalarimdimi az to'la to'xtalgan va bu haqda o'z ko'z qarashlarimni o'ttirib qo'yib o'tgan edim. Mening qarshimcha bundaq bo'lishning sababi oldi bilan bizda yoki kim deganda bir qism kishilarimizda bir xil noma'lum qo'rqish, ya'ni ruhiy asoratning ig'ir ta'siri bor. Bizdagi shu noma'lum qo'rqish tufaylidan biz nima qilishning to'g'ri va nima qilishning xato ekanligiga to'g'ri hukm chiqara olmayapmiz. Oson hayajonlanamiz. Kim bir shuarni ko'tarib chiqsa, mustaqil tafakkur qilmay, hissiyotimizga tayinib yakun chiqaramiz. Bir ishlarga oson qiziymiz va oson so'yimiz. U noma'lum qo'rqish tufaylidan oson ochiqlanamiz. Ochiqimiz ko'zimizni ko'rmas, aqlimizni ishlamas qiladi. Ondan u ochiqimizni chiqirdigan obyektiv izlaymiz. Birlarini tepib, millatning hozirgi holatiga tushib qolishning savalligini ularga ortib, ularni tillab, haqoratlab, ochiqimizni chiqirib, ro'yi holatimizni tangpunglashtirishga tirishimiz. Natijada oramizda o'chmanlik paydo bo'ladi. Oxirida ham o'zimiz, ham boshqalar ro'yi jihatdan texmi cho'ng zarbiga va ro'yi zaxmiga uchraymiz. Davomi bor.